Boshqa joyga bormasa to'g'ri shu yerga kelaman xudo xolasa. Bugungi yangi mijozimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidan Ismoil Salomat bo'laman. Hozirgi vaqtda o'zim yashab turgan joyimda kichik biznes bilan shug'ullanyapmiz. Qadoqlash uskunalari do'konida men har doim tez-tezdan nimadan Instagramdan tomosha qilib turganman. Hududimizda qurt ishlab chiqarish maqsad qilganmiz. Shu qurt ishlab chiqarish uskunasini mana Instagram tarmoqlaridan tomosha qilib ko'rib, oldin o'zim ikkilanib yurganman. Kelishga balkim qimmatdir, balkim ham cho'ntagimizga to'g'ri kelmasligi mumkin deb. Keyin o'zim ko'zim bilan kelib ko'rdim. Mana uskunani ishlash jarayonlarini ko'rsatib berishdi xodimlar. Servis xizmatimiz yaxshimi? Servis xizmatingizga men Alloh baho qo'yaman. Sababi men bugunning o'zida hozir soatim 5:30 bo'lyapti. 2 soat oldin keldim. 2 soat ichida hamma narsa rasmiylashtirilib, hozir mana mashinaga yuklab manzilga jo'natib yubormoqchimiz hozir. Qadoqlash.com 2006 ustunliklari boshqalardan nimada ekan deb o'ylaysiz? Masalan, hamma yoqda uskunalar sotiladi, lekin Qadoqlash.com 2006 nima uchun tanlov qildingiz? To'g'ri savol berdingiz. Men hozir o'zim gapimda aytib o'tdim, Instagram tarmoqlarida tomosha qildim deb. Faqat bu do'konni emas, boshqalarni ham tomosha qilganman, ko'rganman. To'g'risini aytsam, hozir bu yerga kelmasimdan oldin, bu yerga kelib ketganimdan keyin boshqa joylarni ham ko'rib keldim, baholarni solishtirdim. Xodimlarni menga bo'lgan murojaatlarni taqsimladim o'zim to'g'risini aytsam. Bir kelib ketdim, menga bo'lgan murojaatlar iliq bo'ldi. O'shanisi birinchi, keyin menga bahosi, keyin menga qilgan personallik qilgan xizmatlar juda yoqdi. O'shaning uchun shu yerni tanladim. Demak, bizani Qadoqlash.com 2006 servisimizni a'lo baholayapsiz. Juda a'lo baholayman. Bizani ko'rib turgan Qadoqlash.com 2006 muxlislariga ikki og'iz gapingiz. Muxlislarga aytadiganim, agar kimki shunaqa kichik biznes yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu yerda barcha mahsulotlar mavjud ekan. Hozir men bundan tashqari boshqa ham uskunalarni ko'rib chiqdim. Keyingi bizneslarimda yuritishim xudo xolasa oldimizda yana kelib xarid qilaman degan umiddaman. Sizlarga ham shu, agar kim biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, do'kondan kelib xarid qilishlari mumkin. Xodimlari xushmuomala umuman zo'r. Agar siz ham yangi biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, Qadoqlash.com 2006 uskunalar do'koniga taklif etamiz.